Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, xushxabar. Rossiyadagi migrantlar uchun ajoyib yangilik. Endi 7-noyabrgacha ruxsat berildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalaridan bosib qo'ying. Sankt-Peterburgda taksida ishlayotganlar 7-noyabrgacha ishlashlari mumkin. Chunki ish beruvchilarga mehnat xodimlari bilan mehnat shartnomasi bekor qilishga 3 oy berilgan. Albatta, ayrimlari oldin, ayrimlari sal keyinroq ishdan bo'shatishi mumkin. Endi hammasi ish beruvchiga bog'liq. Shaharda taksida ishlamoqchi bo'lganlar endi ishga olinmasa kerak. Boz ustiga migrantlarning patentiga haydovchi deb yozib berishmaydi. Shahar rasmiylari migrantlarga taksida ishlashni taqiqlash qarori taksi xizmatlari sifatida va xavfsizlikni oshirish uchun qabul qilinganini aytishdi. Qolaversa, tegishli qo'mitaga noyabrga qadar taqiqni 2026-yilgacha uzaytirish bo'yicha takliflar tayyorlash topshirilgan. Bugun Rossiyaning turli hududlarida O'zbekiston mehnat muhojirlari sifatida borgan yosh yigitlarni g'ayriinsoniy va jirkanch usullar bilan Ukrainadagi bosqinga majburan olib ketish avjiga chiqqanligi ko'pchilikka ma'lum. Faqat ko'pchilikka, hammaga emas. Hozircha bunday kulfat boshiga tushmaganlarning hujjatlari to'liq bo'lsa, Rossiyada yurish-turish qoidalariga rioya etilsa, noqonuniy xatti-harakatlar qilinmasa, hech kim sizga tegmaydi degan xomxayollar ham o'zini aldamoqda. Rossiyaning Ukrainaga jinoiy bosqini boshlangandan to bugungacha shu bosqinga majburan turli tuhmat va noqonuniy yo'llar bilan olib ketilib, so'ng jasadi temir tobutlarda ayanchli tarzda qaytarib yuborilgan navqiron yoshlarning aksariyatida hujjatlar to'la-to'kis bo'lgan. Ishonavering, bugun Rossiya ishlash uchun taniladigan variant emas. Rossiyaga bormang deb nomlangan serialli video materiallarimiz to'xtamayotganining ham boisi shu. Hozirda shu jirkanch usullar bilan bosqinga majburan olib ketilgan, vaqt o'tib bolasining o'ligini qabul qilib olgan va farzand dog'ida qolgan onaizor va sho'lik otalarning g'am anduhi tarmoqlarni larzaga solmoqda. Biz esa shunchaki Rossiyaga bormang deyishdan nariga o'ta olmaymiz. O'zimizda ish bo'lmasa nima qilamiz yoki o'zimizda ish bilan ta'minlab berilganda u yoqlarga ketmaslik. O'tirib gapirish oson degan nafratli gaplarning esa hozir mavridi emas. Gap jon, hayot va sog'liq haqida ketmoqda. Agar bu muhim unsurlar sizga kerak bo'lmasa, marhamat, har lahzada va istalgan paytda nima qilib bo'lsa-da bosqinchi armiyaga qo'shib olishga qaratilgan iflos usullarning qurboniga aylanishingiz mumkin. Bo'lgan mamlakat sizni kutmoqda. Chegaralarni ochiq, ammo qaytish kafolatlanmagan. Rossiyaga bormang, shu yerda qoling yoki tinch hamda normal siyosiy va ijtimoiy muhit mavjud bo'lgan davlatlarga boring. Zelenskiy prospektida migrantlar o'rtasidagi katta mushtlashuv natijasida 2 kishi pichoqlandi. 10 ga yaqin odam ishtirokida mushtlashuv 15-oktyabr kuni kechqurun bank oldida sodir bo'lgan. Janjal paytida ulardan biri pichoq chiqarib, 2 nafar raqibining ko'kragiga pichoq sanchgan. Ular kasalxonaga yotqizilgan deb xabar bergan manba. Yetib kelgan politsiya 3 nafar muhojirni voqea joyida qo'lga oldi. Pichoq ko'targan erkak qochishga muvaffaq bo'lsa-da, tezda ushlandi. Mushtlashuvning yana bir ishtirokchisi tunda Pulkovo aeroportida qo'lga olindi. Yaralanganlarning biri ham tibbiy yordam ko'rsatilgandan so'ng vaqtinchalik saqlash izolyatoriga olib ketilgan. Hibsga olinganlar shu paytgacha mayda bezorilik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ammo bu ish jinoiy javobgarlikka tortilishi ham mumkin. Endi Toshkent va Namangandan Krasnodarga parvoz qilish mumkin. O'zbekiston Airways Rossiyaning bu o'lkasiga parvozlarni qayta tiklamoqda. Toshkent Krasnodar yo'nalish bo'yicha reyslar 26-oktyabrdan boshlanadi va chorshanba, juma va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Chipta narxi 2.309.000 so'mdan boshlanadi. Namangan Krasnodar yo'nalishidagi reyslar esa 28-oktyabrdan boshlanadi. Seshanba, payshanba va shanba kunlari amalga oshiriladi. Chipta narxi 1.522.000 so'mdan boshlanadi. Krasnoyarskda migrantlar o'rdak yurishga majburlandi. Borskda 20 yoshli yigit oldindan tanish bo'lgan mahalliy qizga gap otgani reydlar uchun bahona bo'ldi. Shu vajdan politsiya muhojirlar yotoqxonasiga bostirib kirdi.
qo'lga olish chog'ida 2 nafar shaxs Rossiya Federatsiyasida noqonuniy ravishda bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Ulardan biri qizni bevosita qilgan yigit ekan. U Rossiya Jinoyat kodeksining nojoiz harakatlar moddasi bilan ayblanmoqda va ko'rib turganingizdek oddiygina bir vajdan ular qanchadan qancha migrantlarni o'rdak yurishga majburlashmoqda va tepkilashmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14 oktyabr kuni Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan yanada rivojlantirish va mustahkamlash masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ikki mamlakat hududlari darajasidagi kooperatsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilgan. Gumanitar hamkorlik eng avvalo madaniyat, san'at va ta'lim sohalarida, shu jumladan muhandis kadrlarni tayyorlash borasida kengayib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etilgan. Eslatib o'tamiz, Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin oxirgi marta 7 oktyabr kuni telefon orqali muloqot qilgandi. Primoriya o'lkasi muhojirlarni ishga joylashtirish qoidalarini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Mintaqaviy hokimiyat xorijliklarning ishlashi taqiqlanadigan kasblar va tarmoqlar ro'yxatini sezilarli darajada kengaytirish niyatida. Hozirda 36 ta shunday sektor mavjud bo'lsa, tez orada bu raqam 89 taga yetishi mumkin. Asosiy o'zgarishlar savdo sohasiga tegishli. Loyihaga ko'ra xorijliklarga kitob, gazeta, yoqilg'i, bo'yoq, dori-darmon, suvenirlar, diniy buyumlar, musiqa va video yozuvlar, shuningdek qurol va o'q-dorilarni sotish taqiqlanadi. Bundan tashqari, muhojirlarga doimiy bo'lmagan joylarda bozorlar va ko'shklar va ko'cha savdo rastalarida chakana savdoni taqiqlash taklif qilinmoqda. Bu ko'plab migrantlar uchun asosiy daromad manbai bo'lgan kichik chakana savdo imkoniyatlarini cheklaydi. Farmon hozirda gubernator tomonidan imzolanmagan, biroq mahalliy nashrlar hujjat allaqachon tayyor bo'lganligini xabar qilmoqda. Agar tasdiqlansa, yangi qoidalar mintaqaning mehnat bozorini sezilarli darajada o'zgartiradi va chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida ishlaydigan ko'plab migrantlarga ta'sir qilishi mumkin. Rossiya va Tojikiston o'rtasida mehnat migrantlari bo'yicha yangi kelishuv imzolandi. 9 oktyabr kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mehnat muhojirlari bo'yicha bir necha muhim hujjatlarga imzo chekdi. Yangi kelishuvga ko'ra, Tojikiston fuqarolari Rossiyaga ishlash uchun kirishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tish shart bo'ladi. Shuningdek, 2019-yilda tuzilgan Tojikiston fuqarolarini vaqtincha ishga jalb etish haqidagi hukumatlararo bitimga o'zgartirishlar kiritildi. Bundan tashqari, ikki davlat migratsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha ham yangi kelishuv tuzdi. Putin muzokaralar paytida hozirda Rossiyada 1 milliondan ortiq tojikistonlik ishlab yurgani haqida gapirdi. Ular qurilish, uy-joy xo'jaligi, transport va logistika sohalarida mehnat qilib, Rossiya iqtisodiyotiga katta hissa qo'shayotganini ta'kidladi. Putin 8 oktyabr kuni davlat tashrifi bilan Tojikistonga kelgan, uning safari 3 kun davom etdi. Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov sentyabr oyida mamlakat qaytish migratsiyasi tizimiga o'tayotganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, mehnat muhojirlari kelib ishlab pul topib, keyin yurtiga qaytishi to'g'ri yo'l hisoblanadi. Yangi kelishuvlar rasmiylarning so'zlariga ko'ra, mehnat muhojirlari uchun qonuniy ishlash va tibbiy xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi.